Shu kvartirani olar ekansiz, mana bu asosiy kirdan precise qiling, shundoqqina kirdingiz, mana bunaqa chiroyli kattagina hol zona sizni qarshi quchoqlab oladi. Kvartiramiz skvoznoy planovka, vokzal territoriyasiga yaqin. Travmatologiya shundoqqina yonginasida chiroyli navas uyga qurib bitkazilgan. Kadastr dokumentlari joyida bo'lgan, mana bunaqa kvartiramiz sotuvga chiqyapti, ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, mягкий mebel qilingan, hol zona, prihojniy mebel qilingan va mana bu yerda kattagina TV zona qilingan. Sanozlarimizni oxirida albatta ko'rsatib o'taman. Keling, birinchi fishkasi bo'lgan kvartiramizni mana katta zaldan boshlab beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta zal qismimiz, TV zona, bemalol mягкий mebel, mana bu yerda, mana bu zonada esa stol stullar qo'ysangiz bo'ladigan kvartira, chiroyli lyustra qilingan va keling, keyingi xonalarimizda ham birma-bir tanishtirib o'tamiz. Mana bu bizning детский spalnimiz, полноценный безглухой kvartira, ko'rishingiz mumkin. Aytgancha zalda ham balkon qismi bor. Va mana bu esa bizning kattalar uchun взрослый spalni, o'zining stroyniy mebellari bilan, buni ham o'zini mana bu ko'rishingiz mumkin. Bunisi dvorga qaragan balkon zonasi mavjud va keling, mana bu yerda esa bizda kuxnya, stolovaya zona, o'tiradigan zona qilingan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli va kuxonniy garnitura barcha qulayliklarga ega, bitovoy texnika, barchasi qo'yib o'tilgan va albatta sanuzlimizni ham qo'yib o'tamiz. Marhamat, sanuzliga ham o'zingiz baho berib o'ting. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli mana bu yerda rakvina qilingan, dushovaya zona, installyatsiya unitaz va kir yuvish mashinasi ham shu yerda joylashgan. Kvartiramiz elektr navosturkamizning 3-qavatida joylashgan. Liftlarimiz ishlab yotibdi. 81 metr kvadrat, 96 ming $. Start narxda. Kimga qiziq bo'lsa, mana bu raqamlarimiz murojaatingizni kutib qolamiz.